Himoyadagi o'g'rilar. O'g'ri degan so'zning o'ziyoq naqadar og'ir va jirkanch ma'noni anglatishini hammamiz yaxshi bilamiz. Bu so'z nafaqat mol-mulkka tajovuzni, balki vijdon, nomus va ishonchning o'g'irlanishini ham eslatadi. Shuning uchun har bir ota-ona, har bir xalq kelajak avlodlari orasidan bunday kimsalar chiqishidan cho'chiydi. Chunki o'g'rilik shaxsiy nuqson emas, jamiyat tanazzulining ochiq belgisi. Nemis shoiri bejiz aytmagan: o'g'rilar ikki xil bo'ladi. Politsiya qo'lga oladigan mayda o'g'rilar va politsiya himoya qiladigan katta o'g'rilar. Afsuski bugun jamiyatimizda nafrat ham adolat bilan taqsimlanmaydi. Mayda o'g'riga nisbatan g'azab, qoralash va la'nat yog'iladi. Ammo katta o'g'rilarga kelganda bu g'azab birdan sukutga, hatto vasvasaga aylanadi. Ularning mansabi, kursisi va ta'siri oldida vijdon ham jim turadi. Shunday bo'ladiki, ba'zi ota-onalar o'g'rilikdan jirkanish o'rniga farzandlari uchun ilohim sen ham shunday mansabdor bo'lgin deb duo qilishdan ham tortinmaydi. Yangi O'zbekistonda ayrim amaldorlarning pora bilan misli ko'rilmagan miqdorlarda qo'lga tushayotgani va shunga qaramay yetarli jazodan qutulib qolayotgani allaqachon jamiyat uchun sir emas. Bu holatlar alohida istisno emas, balki tizimli muammo ekanini so'nggi yillarda yuz bergan voqealar ochiq-oydin ko'rsatib turibdi. Masalan, 2024-yilda Toshkent viloyati Chirchiq shahri hokimi o'rinbosari $1 million pora olayotgan vaqtida qo'lga olingani haqida xabarlar tarqaldi. O'ylayapsizmi, bu 1 million so'm yoki 10 million so'm emas. Gap $1 million haqida ketmoqda. Ko'maklashish uchun tadbirkordan $2 million talab qilgan hokim o'rinbosari kelishilgan summaning $1 million haydovchisi orqali olgan paytida ushlanadi. Andijon viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Botirjon Hamroyevni ham qo'lga olingani haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Unga nisbatan byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida tergov olib borilgan. Ommaviy axborot vositalarida keltirilishicha, ushbu mansabdor shaxsning uyidan $3 million miqdorida naqd pul aniqlangan. Tasavvur qiling, $3 million naqd pul. Endi esa voqealar doirasi yanada kengaymoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirining o'rinbosari Bekmurod Abdullayev hamda Jazoni ijro etish departamenti rahbari Rustam Tursunov ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan. Shuningdek, O'zbek Neft-Gazning sobiq rahbari va uning bir nafar o'rinbosari ham hibsga olingani haqida xabarlar tarqaldi. Bizningcha bu holatlarni barchasida davlatga yetkazilgan zarar oddiy raqamlar bilan o'lchanadigan darajada emas. Gap bir necha million dollarlik yo'qotishlar haqida ketayotgani shubhasiz. Aks holda bunday yuqori martabali mansabdorlarni qamoqqa olinishi ehtimoldan yiroq bo'lardi. Chunki bu tizimda odatda mayda jinoyatlar emas, balki juda katta zarar yetkazilgandagina katta baliqlar suv yuzasiga chiqadi. Ajablanarlisi shundaki, millionlab dollar pora bilan qo'lga tushgan hokim o'rinbosarlarining ko'pincha na qiyofasini, na to'liq ismini bilamiz. Ularning shaxsiga oid ma'lumotlar jamoatchilikdan ehtiyotkorlik bilan yashiriladi. Go'yo jinoyat emas, balki sir saqlanishi lozim bo'lgan holatdek muomala qilinadi. Oradan biroz vaqt o'tadi va bu shaxslar uy qamog'i yoki shunga o'xshash yengil jazolar bilan qutulib qoladi. Shunday paytda savol tug'iladi: nega bizda haqiqiy o'g'rilar va yirik jinoyatchilar ko'pincha himoya ostida bo'ladi? Ayni vaqtda biror jamoat faoli yoki oddiy fuqaro gumon ostiga tushsa bas. Hatto jinoyati hali sudda isbotlanmagan bo'lsa ham, u butun jamoatchilikka jinoyatchi, tashkilot a'zosi deya oshkora sharmanda qilinadi. Aybsizlik prezumpsiyasi qog'ozda qoladi. Amalda esa faqat mansabdorlar uchun ishlayotgandek taassurot uyg'otadi. Xalq orasida Odilxon qori nomi bilan tanilgan sobiq imom Odilxon Ismoilovni qamoqqa olingani haqida xabarlar tarqaldi. U kishiga nisbatan bir qator ayblovlar qo'yilgan. E'tiborli jihati shundaki, bu ma'lumotlar bir zumning o'zida ijtimoiy tarmoqlarga yoyildi. Surati ochiqcha joylandi. Domlani aytganini qil, qilganini qilma kabi istehzolar bilan jamoatchilik oldida obro'sizlantirildi. Albatta kimdir
Ehtimol Odilxon Ismoilovni ham aybi bordir. Aybiga yarasha jazo olayotgandir deya e'tiroz bildirishi mumkin. Ha, ehtimol shundaydir. Ammo bu yerda savol boshqa. Odilxon akaning ehtimoliy aybi davlatga millionlab dollar zarar yetkazgan, O'zbek Neftigazning sobiq rahbari va uning o'rinbosari keltirgan zarar bilan teng bo'ladimi? Aql bilan qaralganda, bu zararlar o'rtasida ulkan tafovut bor. Shunday ekan, nega birida shaxs ochiqlanadi, suratlar tarqatiladi, jamoat oldida masxara qilinadi, boshqasida esa ism sharif ham ehtiyotkorlik bilan yashiriladi? Nega ayrimlar uchun aybsizlik prezumsiyasi ishlaydi, boshqalar uchun esa u butunlay bekor? Bu savollarning javobi achchiq bo'lsa-da oddiy. Bizda ko'pincha haqiqiy o'g'rilar va muttahamlar himoya qilinadi. Shuning uchun ham sizga taqdim etilayotgan har bir axborotni ko'r-ko'rona qabul qilmang. Savol bering, taqqoslang, mulohaza qiling. Bugun muammo alohida shaxslar emas, balki adolatni tanlab ishlashidadir. Qonun kim uchundir devor, kim uchundir soyabon bo'lib qolayotgan jamiyatda haqiqatni bilish tobora qiyinlashmoqda. Shu bois, rasmiy axborot qanchalik baland ovozda aytilmasin, u har doim ham haqiqat mezoni bo'lavermaydi. Ongli jamiyat esa tayyor hukmlarga emas, dalil va adolatga tayanadi.